Xitoyning milliy bayramlari. Narxlarning o'zgarishiga eng asosiy sabablardan biri bu tadbirkorlarning rozi-rizoligini olib, ana undan keyin ishni boshlaymiz. Bitta logistika bilan ishlab ko'rdim. Yukimni hisoblatib ko'rganda boshqa narx berishdi. Yukim kelgandan keyin umuman boshqa narx berishdi. Buning sababi nima? Ko'pincha shunaqa hodisalar juda ham ko'p uchrab turadi. Ya'ni Xitoy logistik kompaniyalari o'zlarini WeChat, Telegram yoki WhatsApp orqali mijozlarni, firmalarni, korxonalar nomidan ularning telefon raqamlariga murojaat qilib, o'zlarining eng arzon narxlarini aytishadi. Vaholanki yukni qo'llariga olgandan so'ng yoki yuk kelgandan keyin umuman boshqacha hisob-kitoblar va narxlar berishadi. Nimaga? Chunki kelishuvlarni ular bilan aniqlashtirib olinmaganligi eng katta muammo. Bunga misol ba'zida bizning tadbirkorlarimiz Xitoy logistik kompaniyalari yoki boshqa har qanday logistik kompaniyalar ularga murojaat qilishganda ular ma'lumotlarni to'liq yetkazishmaydi va Xitoy logistik kompaniyalar juda ham arzon narx-navoni hisoblab berishadi va bu narx-navoni ichiga aynan qaysi xizmat turlari kirishligini, qanaqa muddatgacha bu narxlar saqlanib qolishligini va yo'lda yuk yetib kelguncha bo'ladigan har qanday force major holatlarda javobgarlik kimning bo'ynida ekanligini aniqlashtirib olishmaydi va buni oqibatida har xil tushunmovchiliklar, kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Shunaqa ortiqcha to'lovlarni qilmaslik uchun tadbirkorlar nimalar qilish kerak? Yani tadbirkorlarga maslahatimiz, o'zimiz ham shu sohada ancha yillardan beri faoliyat yuritamiz va ko'plab tadbirkorlar bilan hamkorlikni olib boramiz. Tadbirkorlarimiz agar Xitoy logistik kompaniyalar bilan faoliyat yuritishganda, ular albatta ularni har xil kanton fairlarga borib, ko'rgazmalarda ko'rishadi, ular bilan yuzlashib, suhbatlashib, ular bilan shartnomalarni aniq qilib olishadi. Xususan, o'zimizning milliy kompaniyalar, O'zbekistondagi har qanday logistik kompaniyalar bilan ham faoliyat yuritganda birgalikda ular bilan ko'rishib, suhbatlashib, hamma force major javobgarliklarni, vazifalarni bo'ynlariga qo'yib, bir-biriga aniqlashtirib olgan holda berilayotgan narx-navolar o'zigacha nima xizmatlarni oladi, qaysi muddatgacha bu xizmatlar, bu narxlar turadi va bu narxlar o'zgarganda qanday holatlarda o'zgaradi, mana shu kelishuvlarni aniqlashtirib olishsa, bunaqa oldi-qochdilar bo'lmaydi. Bundan tashqari dunyodagi geosiyosiy vaziyatning o'zgarishligi ham juda katta ta'siri bor. Qaysidir davlatlar o'rtasida iqtisodiy yoki harbiy muomalalar o'zgarib qolsa, u yerda neftning narxi o'zgarishligiga, u yerdagi tranzit rasmiylashtiruvning narxi o'zgarishiga va har qanday pul aylanmalarining o'zaro cheklanishiga sabab bo'lishligi mumkin va buni hisobida bir-biriga sanksiyalar qo'llaniladi va bu iqtisodiy parametrlarni o'zgartirib yuboradi. Bu bevosita logistikaga, xususan tashuvlarni narx-navosini o'zgarishiga olib keladi. Narxlar qaysi payt ko'proq o'zgaradi? Narxlarning o'zgarishiga eng asosiy sabablardan biri bu bizni tilimizga o'rnashib qolgan sezon. Ya'ni o'sha yuklarni sotish, qurilish, to'y-hasham va mana shu yuklarni ayni bir mavsumiga bog'liq. Masalan, mana bahor boshlandi, Ramazonlar o'tdi. Endi bundan buyog'iga bizda xalqimizda asosan qurilishlar, yangi binolar qad rostlaydi, to'y-hashamlar ko'payadi. Bu bozordagi tadbirkorlarimizning faoliyatida jadallikka olib keladi va bu albatta yuk oqimiga ham ta'sir qiladi. Yuk oqimiga ta'sir qilganda bu yo'llardagi tranzit hisob-kitoblari, mashinalarning narxi oshishiga sabab bo'ladi. Va eng asosiy ko'rsatkichlardan biri, narx-navoga ta'sir qiluvchi omillardan yana biri bu Xitoyning milliy bayramlari. Xitoyda bilasizlar, aholi soni juda ham ko'p, dunyo bo'yicha 2-o'rinda. Undan tashqari Xitoyda bayram sonlari ham juda ko'p. Xitoy bayramlari bo'lgan taqdirda aholisiga ko'plab chegirmalar va dam olish kunlari berilib boradi. Ba'zi bir paytlarda chegaralarni ham yopib qo'yadi. Chegaralarni yopishligi bu o'sha chegaralarda tirbandlikka olib keladi. Tirbandlikda olib kelib, yuklarni ko'paygani sari narx-navoni o'zgarishiga ham olib keladi. Narxlar mabodo o'zgaradigan bo'lsa, shu haqida mijozlariga logistika kompaniya xabar berish kerakmi yo bermagani ma'qul? Narxlar o'zgarish to'g'risida yoki kutilayotgan qanaqadir noqulayliklar, o'zgartirishlar bo'lsa, albatta takliflarni, albatta talablarini mijozlarga har qanday logistik kompaniya yetkazishi kerak. Chunki bizning sotuvchilarimiz, tadbirkorlarimiz ba'zi paytda yo'lda turgan tovarlarni ham narx-navosini chiqarib, ular bilan boshqa savdo-sotiq muomalalarni qilib bo'lgan bo'lishligi mumkin. Shuning uchun har doim qanaqadir o'zgarishlar bo'lsa, bu narsani oldindan bilib, tadbirkorlarga aytib yoki o'sha boshida kelishganda qanaqa holatlarda narx-navo o'zgaradi va o'zgarganda javobgarlik kimning bo'ynida bo'ladi va bu o'zgaradigan narxlar qanchagacha o'zgarishligi mumkin bo'lgan ehtimollarni tadbirkorga yetkazib qo'yish kerak.
bizda Defat Logistik kompaniyasida kelishilgan narx-navolar o'zgarmaydi. O'zgaradigan taqdirda qaysi vaziyatlarda qanday holatlarni o'zgartirishligini biz albatta yukni olishdan oldin konsultatsiya berib, tadbirkorlarning rozi rizoliklarini olib, ana undan keyin ishni boshlaymiz. Defat, tezlik va sifat uyg'unligi.